Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan yangi obunachimiz Obidjon akani xonadonida turibmiz. Obidjon aka bormi? Keling Kazimxon, yaxshimiz? Ha, Assalomu alaykum yaxshimisiz? Charchaman. obunachilar. Hammani xonadoniga baraka bersin. Hammani ro'za ayyomlari muborak bo'lsin. Mana Kazimxon, Bugunga nechta partiya? bir partiya bitta obunachingizga 4 dona. Qo'chqormi bular qanaqa? Qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa zot yo'nalishiga faqat. Zot yo'nalishiga. Zot yo'nalishiga aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz 4 dona. Akalar, videoni boshlaymiz. Akalar, mana zot yo'nalishiga chiroylik kashtang deganga, kashtangidan sariq qo'shaman, tikka dumbasidan qo'shaman deganga mana qo'ylarni zo'rlardan olib kelishibdi. Endi bularni videosini, to'liq videosini oxirigacha ko'rib, kuzatib borsalar, xudo xolsa chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Obidjon aka, bular qayerdiki aka? Bular Qashqadaryoniki. Qashqadaryo. Qashqadaryo ekan. Mana shuni yosh qanaqa mashina? Shunda odam buni o'ynashar ekan. Qo'zi. Qo'zi narsa. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana obunachimizga. Qo'zi narsa. Tish qo'zi mana akalar. Jiyan tiniq. Bu yosh oyligi qanaqa bo'lishi mumkin? Qo'zi bo'lsa, hali tish yormabdi-yu. 10 oy 11 oy. Akalar, qo'chqorlar qo'zi hamma yo'g'i joyida ekan. Hozir bittasini ko'rsatdik, qo'zi ekan. Hozir buni baldog'i bor, yosh qanaqa buni? Bu ham qo'zi Kazim, bu ikkita sariq qo'zi. Qashdan bilan nariga qizg'ich sarig'imiz chiqargan 4 tish. 4 tish. 4-inchisiga chiqargan. Bularni bo'yini o'lchamadingizmi aka? Bo'ylarini o'lchaganmiz. Hozir bo'ylarni o'lchab bergan metrimiz yo'q aka, akalar. Ha, aka-ukalardan ming bor uzr, hozir ham metrimiz yo'q. O'lchab olishaveradi borib. Telefon qilsa metrlab turib, video qilib telegramlarga tashlab berilaveradi. Bo'ldi. Realni gap, bu yerda haliga yo'q gapni o'zi yo'q. Hammasi bor gap. Bo'ylarini o'lchaganmiz 90 ga 92. Bunisi Bo'ylari 90. 90 plyusga olishaverar ekan. Qo'ydi mana akalar holati. Birontasiga 92. Uzunligi ham 92 ekan. Uzunligi. Mana bu kashtangni yoshi nechta dedingiz? 4 ta. Yoshi 4 ekan. Mana Qashqadaryo o'sha zot yo'nalishiga kashtang so'raganlarga qo'y dumbasi osilmagan tikka dumba, yorma dumbada. Shuni ushlab bir ko'rsatish kerak bitta obuna. Shuni ushlangchi. Juda charsda. Mayli sekin ushlangchi. Akalar, mana birinchisiga kashtang. Voy janob. Ayt, shashta baland ekan qo'y. Akalar, mana Yemda turgan narsa. tikka dumbalari ham osilmagan tikka dumba, mana oyoq kengliklari. 90 plyus xotirjam. Bo'yi 90 plyus uzunligi. Quloqlari ham butun, liniyasi ham hamma yo'g'i bor mana. Toza kashtang ekan, tishini oching. Mana tishi. Realni odam yana. Mana. 4 ta. Tish 4 ta ekan. Qulog'ida baldog'i bor ekan. Baldog'i bor. Taqilgan. Quloq butun ekan. Quloq butun. Haqiqiy kashtang so'raganga mana toza kashtang ekan. Zot yo'nalishiga bo'laveradi. Xudo xolisa qo'y zotini olib yuraman deganlarga sovliqqa qo'shib, keyingi yilga yana qo'shadigan holat hali qarimas ekan qo'y. Qo'y rosa kuchida ekan. Kuchida, tobida qo'y. Qo'y tobida ekan. Keyingisiga bularni qo'yib yuboringchi. Mana shunisini bitta o'shaylikcha, shunisi tikka dumba chiroyli narsa ekan. Qizildimi? Yo'q, qizildi emas, mana baldog'i bor. Mana shuni ushlangchi. Akalar, mana keyingisiga qo'chqorni go'zal ekan. Mana shu 4 taning ichida eng go'zali mana bunisi ekan. Qo'yni qaranglar. Qo'yni dumbasini qaranglar. Tikkalingni ozgina yursinchi. Qo'yni oyoq kengliklarini qaranglar. Qo'y cho'tkina Hali ekan. qo'zi narsa. Hali qo'zi ekan. Qani, qulog'i Bu toza Qirg'izistondiki bu. Qirg'izniki ekan, liniyasi bor ekan. Liniyasi bor, Qirg'izistondiki bu. Qashqadaryoga o'tgan, o'sha yerdan olib kelinganda. Qo'yni mana akalar. Basharalari chiroyli. Mana qo'zi narsa hali. Hali endi tish yoryapti ekan. Qo'zi narsa. Taxminan 10 oylik bor shekli. 10 oy 11 oylik dedi egasi. 10 oy 11 oylik. Oyog'ini, tuyoqlarini ham ko'rganda. Tuyoqlari o'sib ketmagan, tuyoqlari chiroyli. Dalaga ham qayga haydasa bo'laverar ekan, yaraver ekan. Hammasiga bo'laveradi. Bo'yini nechi dedingiz buni? 90. 90. To'talasi ham 90 ga bo'yini berilaveradi. 90 ga berilaveradi. 90 plyus chiqishi ham mumkin. Chiqishi ham mumkin, lekin past chiqmaydi. Akalar, qo'ydi qaranglar. Qo'ydi haqiqatga basharalari chiroyli, qulog'i ham uzun quloqdan ekan. Qulog'i ham 19 chiqishi mumkin. Biz Qulog'ini ham o'lchaganmiz. Qulog'i necha chiqqan?
Ozgina kam 19 chiqdi aytganingizdek. Shu 19 chiqishi mumkin. Biz unaqa o'lchab ko'rganmiz. Qo'yvaringchi keyingilarni ko'rsataylikchi. Ikkalasi xil, bu ikkalasi. Ikkitasi xil ekan o'zi, ikkitasi bir xil qo'zi ekan. Mana bunisi qizg'ichi 4 ta tishi, 4 tish ekan. Bu qo'ri ham o'ta go'zal ekan. Mana shuni ushlashga harakat qilaylikchi. Jicha chosroq ekan. Mana akalar hozir ash birinchidagi qashqasini ushlaymiz dedi. Jicha chorshlik qilyapti. Mayli ushlash shart emas. Yoshini nechta dedingiz o'shanisini? 4 ta. 4 ta ekan. Bu sog'liqqa qo'shilmagan-a bular? Yo'q. Sog'liqqa qo'shilmagan ekan. Mana shunisini ushlaymiz dedi. Ushlatmadi. Bo'yi 90 plus deyilyapti hammasini. Xudo xolasa 90 chiqar ekan. Ushlash iloji bo'lsa ushlaylik. Mana akalar. Va nihoyat ushaldi qo'y. Oxirgisi ushlandi. Yani mana tishini ham ko'rsatib qo'ying akalar. Mana. Tishi endi 4 taga chiqqan ekan. 4 tishga chiqdi. Qo'y haqiqiy go'zal tikkadimba. Hamma yoqqa bo'laverdi. Hamma yoqqa kelishgan. Faqat oyoq kengliklari ham kelishgan ekan. Aka-ukalarimizga, ota-bolarimizga zot yo'nalishga bola olib boqib yurishga, quroliqqami, nimaga bo'lsa bo'laveradigan variantida. Buni Obidjon aka endi xudo xolisa buni hammasi narxida-da buni. Narxida. 1000 qo'y zo'r bo'lganmini. Xudo xolasa narxini yo'lida qilib bersangiz, bitta obunachini o'zi olib qo'yishga harakat qiladi. Xudo xolisa mana chiroyli qilib video qilib beramiz. Dollar demaymiz, boshqa demaymiz, so'mga gapiramiz. O'zbekiston so'miga. Siz yangisiz obunachisiz. Yangimiz. Chiroyli qilib bitta narx qo'ying. Bitta narx qo'yamiz. Xudo xolasa, balanddan kelmaymiz. Bir joyga olsa 6 million so'mdan olishaveradi. Akalar bir joyga 6 milliondan olishaveradi deyaptilar. Yakkaga so'rab qolsa-chi, mana kashtangni yakkaga sotamiz desa-chi. Yakkaga olsa millisi bor, abzatini. Yakkaga kelishib olaverasizlar. Kelishib olaveradi. Mana akalar. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Pastki nomerga telefonlarni qo'yib qo'yamiz nomerlarni. Mana 6 milliondan bir joyga ketaveradi. Dastavkasi qaygacha buni? Vodiy bo'ylab Toshkentga. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasini qilib berishar ekan. Mana qo'y o'ta beg'am, yuvosh qo'y ekan mana. Yaxshi narsa. Yaxshi narsa ekan. Qonunlari ham osilgan. Baraka topadigan variantidan yaxshi narsalar. Zoti bor, liniyasi bor narsalar. Qo'ylar akalar mana Yem yeb turgan. yemini yeb, chiroyli bo'lib turgan qo'ylar. Videolarimiz xato kamchiligi bo'lsa uzr so'raymiz. Videoni yakunlaymiz endi.